ber. Bekle, ver. Eftiyar assalomu alaykum. Sağ Yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi? Rahmet. Assalomu alaykum Akram aka. Assalomu alaykum, olimjon aka, yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Ko'rganimdan Rahmat. xursandman. Xudoga shukur. Uysizmisiz? Salomatlik yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Shavkat aka Rahmat. yaxshimi? Sog'omonmi? Xudoga shukur. Rahmat. Yaxshi hamma. Hamma yaxshi. Ko'rsangiz salom aytib qo'ying albatta. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Shu yerdamiz. Ha, shu yerdaman. Sog'omon bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling siz ham. Rahmat.
Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengashimiz a'zolari, hurmatli Zoom'dagilar. Assalomu alaykum, Karim Rahimovich. Yaxshimisiz? Sog' salomat. Ahmad, assalomu alaykum. Ahmad, yaxshimisiz Ahmadjon aka? Xudoga shukr. Bugun jozilam shu yerda kirganlar yaxshi. Assalomu alaykum, Omajon Solich. Alaykum. Assalomu alaykum. Akramjon yaxshimi? Sog' salomatmi? Rahmat, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Akram aka? Seviliyor aka, yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Jozol Aslanovich, assalomu alaykum. Hurmatli Rahmat. kengash a'zolari, bizni ilmiy kengashimiz demak bugun bitta masala ko'rilgan. Shu kengash majlisida bugungi kengashimizda 16 ta a'zomizdan 15 kishi qatnashyapti. Hozir Isroil faqat ko'rmayapmiz. Kengashda kvorum bor. Kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Unga qanday fikrlar bor? Ochilsin degan fikr bo'lyapti. Ochilsin deb tasdiqlab beringlar shuni. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Kun tartibi ilmiy kengash ochiq deb e'lon qilaman. Kun tartibida bitta masalamiz bor, bitta har xil masalamiz bor. Demak, matematika analitik ixtisosligi bo'yicha, fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun talabgor Eshimova Maxlaroyim Kenja qizning Hardi tipidagi operatorlar normasi uchun baholar mavzusidagi dissertatsiyasi ishi himoyasi va bitta dissertatsiya qabul qilib olamiz. Ikkinchi masala bo'ladi u. Mazkur kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor? Tasdiqlash. Tasdiqlansin deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab beringlar. Qarshi betaraflar yo'q. Rahmat. Bo'lmasa birinchi masalani ko'rishga masalasiga o'tamiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, matematika analitik ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Eshimova Maxlaroyim dissertatsiyasi ishi O'zbekiston Fanlar akademiyasi Romanovskiy nomidagi matematika institutida bajarilgan. Ilmiy rahbar Kuliyev Komil Zanaboyevich, fizika matematika fanlari doktori, dotsent. Rasmiy opponentlar Imomqulov Sevdiyor Akramovich, fizika matematika fanlari doktori, professor va Yaxshiboyev Mahmadyor Umirovich, fizika matematika fanlari doktori, dotsent. Yetakchi tashkilot Gumilyov nomidagi Yevrosiyo Milliy universiteti. Talabgorni shaxsiy hujjatlari bilan tanishish uchun so'z kengash ilmiy kotibimiz Ahmad Miyassarovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Eshimova Maxlaroyim Kenja qizi. Demak, Eshimova dissertatsiya va himoyasi zarur bo'lgan barcha hujjatlar ilmiy kengashga taqdim qilingan. Eshimova Maxlaroyim Kenja qizi 1991-yil 25-dekabrda Samarqand shahrida ziyoli oilasida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, 2 nafar farzandi bor. U 2004-2008-yillarda Samarqand shahridagi 1-sonli fizika matematika litseyida tahsil olgan. 2009-yili Samarqand davlat universiteti mexanika matematika fakultetiga talabalikka qabul qilinib, 2013-yilda shu fakultetni imtiyozli diplom bilan tamomlagan. 2013-yil Samarqand davlat universiteti matematika yo'nalishlari bo'yicha mutaxassis magistraturaga bosqichga qabul qilinib, 2015-yilda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining matematika mutaxassisligi bo'yicha magistratura bosqichini tamomlagan. 2017-2021-yillarda Samarqand davlat arxitektura qurilish institutining Oliy matematika kafedrasi assistenti, 2022-2024-yillar O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Romanovskiy nomidagi matematika instituti tayanch doktoranti, 2025-9-yanvardan Samarqand davlat universiteti matematika analiz kafedrasi assistenti hisoblanadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 14 ta ish chop etilgan. Shulardan
O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktor dissertatsiyalari asosiy natijalarini nashr qilishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 6 ta, jumladan 3 ta xorijiy, 3 ta respublika jurnallarida ilmiy ishlar nashr etgan. Eshimova Mohlaroyim Kenjaqizi dissertatsiya avtoreferatining elektron nusxalari ilmiy kengash veb sahifasi va Ziyonet ta'lim tarmog'ida joylashtirilgan. Malaka imtihonlarida olgan baholari chet tili fanidan B2 darajada sifr sertifikati, mutaxassis fanidan 4, 73 bo'lib. Barcha hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomga asosan rasmiylashtirilgan. Rahmat. Hujjatlar bo'yicha ilmiy kotibga savollar bormi? Savollar yo'q. Rahmat. Bo'lmasa so'z Eshimovaga dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon qilish uchun marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Dissertatsiya ishimning taqdimoti ingliz tilida tayyorlangan. Ruxsat bersalaringiz, uni o'zbek tilida ma'ruza qilmoqchiman. Dissertatsiya mavzuyim Hardy tipidagi operatorlar normalari uchun baholar deb nomlanadi. Ilmiy rahbarim fizika matematika fanlari doktori, dotsent Kuliyev Komil Danaboyevich. Dissertatsiya kirish, 3 ta bob, xulosa va adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Tadqiqot ishimning maqsadi vaznli Lebek fazolarida Hardy tipidagi operatorlarning normalarini baholashdan iborat. Dissertatsiyaning birinchi bobi vaznli Lebek fazolarida Hardy operatori deb nomlanib, ushbu bobda dissertatsiya davomida qo'llaniladigan zaruriy tushunchalar, ta'rif va teoremalarni keltiramiz. Dastlab biz vaznli Lebek fazolari ta'rifini beramiz va bu fazolarda Hardy va Hardy tipidagi operatorlarni aniqlaymiz. A va B, P va Q quyidagicha bo'lib, U va V vazn funksiyalari, ya'ni ABda aniqlangan o'lchovli va musbat funksiyalar bo'lsin. LPV AB vaznli Lebek fazosi deb quyidagi integral mavjud va chekli bo'ladigan hamda normasi shu ko'rinishda aniqlanadigan barcha o'lchovli funksiyalar fazosiga aytiladi va xuddi shunday LQU AB vaznli Lebek fazosi ta'rifi beriladi. Keyinchalik qisqalik uchun LPV va LQU belgilashlardan foydalanamiz. KXT ABning ABga dekart ko'paytmasida aniqlangan o'lchovli funksiya bo'lsin. LPV vaznli Lebek fazosini LQU vaznli Lebek fazosiga akslantiruvchi Hardy tipidagi yoki Hardy-Volterra operator deb quyidagi ko'rinishda aniqlanadigan operatorga aytiladi. Bu yerda KXT funksiyaga operatorning yadrosi deyiladi. Vaznli Lebek fazolarida ushbu operatorning chegaralanganligi quyidagi ikki ko'rinishdagi tengsizlikning bajarilishiga ekvivalentdir. Bu Hardy operatorlar nazariyasida Hardy tipidagi yoki Hardy-Volterra tengsizligi deb ataladi. Vaznli Lebek fazolarida Hardy tipidagi operatorlarni o'rganishda asosan ikkita masala qaraladi. Birinchi masala operatorning chegaralangan bo'lishini ta'minlovchi P va Q parametrlar, U va V vazn funksiyalar hamda KXT yadroga
shartlar topish masalasi. Ikkinchi masala esa operatorning normasi uchun quyi va yuqori baholar yoki aniq qiymat topish masalasi. Bu operatorning vaznli Lebek fazolarida o'rganilish tarixiga qarasak, bir qator masalan Anderson, Sawyer, Proxorov, Stepanovlar quyidagi ko'rinishdagi yadroli operatorlarni vaznli Lebek fazolarida chegaralanganlikka tekshirib, chegaralangan bo'lish uchun zarur va yetarli shartlarni berishadi. Martin, Reis va Sawyer ushbu ishda quyidagi yadroli operatorni chegaralanganligini tadqiq qilib, chegaralangan bo'lish uchun zarur va yetarli shartlarni keltiradi. Stepanov esa Volterra o'rama tipidagi operatorning vaznli Lebek fazolarida chegaralanganligini qarab, shu chegaralanganlik shartlarini keltiradi. Oynarov va undan mustaqil ravishda Blum va Kerman hozirgi kunda Oynarov yadrolari deb ataluvchi Oynarov bir qator yadrolar sinfini kiritadi va bu Oynarov yadrosi ta'rifini beramiz. KXT uzluksiz va nomanfiy funksiya bo'lsin hamda quyidagi 3 ta shartni qanoatlantirsin. Birinchisi, birinchi argumenti bo'yicha o'suvchi va ikkinchi argumenti bo'yicha kamayuvchi bo'lsin. Va quyidagi tengsizlik bajariluvchi shunday birdan katta bo'lgan h son mavjud bo'lsin. Bu uchala shartni qanoatlantiruvchi funksiyaga Oynarov yadrosi deb ataladi. Biz o'z dissertatsiya ishimizda Oynarov yadroli Hardy tipidagi operatorlarni normalarini baholashni qaraymiz. Dastlab demak Oynarov tomonidan ushbu Oynarov yadroli Hardy tipidagi operator o'rganilgan bo'lib, uning chegaralanganligi muammosini ushbu teoremada yechadi. P birdan katta va Qdan kichik yoki teng bo'lsin va H Oynarov yadroli Hardy tipidagi operator bo'lsin. U holda bu operator chegaralangan bo'lishi uchun ushbu A1 va A2 ifodalarning chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Bu yerda A1S va A2Slar quyidagi U, V vazn funksiyalari, yadro va P va Q parametrlarni bog'lovchi ifodalardir. Oynarov chegaralanganlik muammosini yechadi, lekin operatorning normasi uchun bahoni aniq ko'rsatmaydi, lekin mavjud ekanligini aytib o'tib, quyidagi ko'rinishda beradi. Ushbu operatorning o'rganilish tarixiga qarasak, asosiy e'tibor operatorning chegaralangan bo'lishi uchun ekvivalent shartlarni topishga qaratilgan bo'lib, ushbu operatorning normasi uchun baholar juda kam uchraydi. Biroq differensial tenglamalar nazariyasi va matematikaning boshqa ko'plab sohalarida operatorning normasi uchun baholarni topish muhim hisoblanadi. Ushbu Oynarov yadroli Hardy tipidagi operatorning normasi uchun baholarni topishga dastlabki qadam 2021-yilda Oynarovning shogirdlari bo'lgan Kaliba va Baristanovlar tomonidan olingan. Ular P kichik yoki teng Q holida ushbu aniq quyi va yuqori baholarni ko'rsatib o'tishgan. Biz o'z dissertatsiya ishimizda operatorning normasi uchun quyidagi ko'rinishda quyi va yuqori baholarni topishga va bu quyi va yuqori baholarni imkon boricha yaqinlashtirishga harakat qildik. Va bunda demak operatorning chegaralangan bo'lishi uchun shu vaqtgacha faqatgina Oynarov tomonidan topilgan A1 va A2 shartlar bo'lgan bo'lsa, biz undan tashqari yana ko'plab ekvivalent shartlarni topishga harakat qildik. Ekvivalent shartni topishni sababi bu operatorning normasini baholarini yaxshilashga xizmat qiladi. Masalan, KXT yadro operatorda 1 ga teng bo'lgan holda ushbu Hardy tipidagi operator quyidagi ko'rinishni oladi va bu Hardy operatorlar nazariyasida Hardy operatori nomi bilan ataladi. Ushbu operatorning chegaralanganligi va normasi uchun baholar yetarlicha topilgan. Dastlab Bradley ushbu operatorning chegaralangan bo'lishi uchun quyidagi 8 shartni keltiradi va bu 8 shart orqali operatorning normasi uchun bir qator olimlar ushbu baholarni olishadi.
keyingisi. Bu shartdan farqli ravishda operatorning normasini yaxshilash maqsadida yana qo'shimcha demak shartlar olinadi. Persin va Stepanov tomonidan quyidagi yangi shart taqdim etiladi. Bu shart bundan oldingi Bredli tomonidan olingan shartga ekvivalent bo'lib, Persin va Stepanov operatorning normasi uchun shu APS shart orqali quyidagi baholarni ko'rsatadi. VDStik o'zini dissertatsiya ishida ushbu parametrga bog'liq bo'lgan yangi shartni taqdim etadi va bu shart orqali operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholarni keltiradi. Bundan tashqari Kufner, Persin, Gagatashvili, VDStiklar tomonidan unga yaqin shu kabi shartlar topiladi. Bu yerda hamma asosiy e'tibor operatorning normasi uchun bahoni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, ushbu zarur va yetarli shartlar ham operatorning normasiga bahoni yaxshilashga xizmat qiladi. Shu sababdan biz ham demak Hardy tipidagi operator uchun yangi demak A1 va A2 ma'lum bo'lgan shartlardan farqli ravishda yangi ekvivalent shartlarni ham topib, ular orqali baholar berishga harakat qilganmiz. Dissertatsiyaning keyingi boblari dissertatsiyaning asosiy natijalarini ifodalaydi. Ikkinchi bob Hardy tipidagi operatorlar P1 dan katta va Q dan kichik yoki teng bo'lgan hol deb nomlanadi. Birinchi teorema P1 dan katta va Q dan kichik yoki teng bo'lsa va Kx da Oynarov yadrosi bo'lsin. U holda Hardy tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun ushbu shartning bajarilishi zarur va yetarlidir. Hamda operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinlidir. Bu yerda operatorning normasi uchun yuqori baho Q'ning tanlanishiga bog'liq bo'lgan holda 10 yoki 11 tenglamalardan birining musbat yechimidir. Bu teoremada biz operatorning normasi uchun bahoni Oynarov tomonidan olingan A1 va A2 shartlar orqali berganmiz. Demak, Oynarov teoremasida operatorning normasi uchun baho ko'rsatilmagan. Biz esa o'sha bahoni ko'rsatib o'tdik. Yuqori operator normasi uchun yuqori baho nochizliqli tenglamaning yechimi musbat yechimi deb aytdik. Bu musbat yechim yagona bo'lishini quyidagi izohda keltirib o'tdik. Demak, 10 tenglama yagona musbat yechimga ega bo'ladi, chunki bu yagona musbat yechimga ega bo'lishi mana bu fx funksiyani xossalariga bog'liq. Ya'ni fx funksiya uzluksiz va x ning monoton o'suvchi funksiyasi ushbu 0 cheksiz oraliqda hamda 0 dan 0 va cheksizda cheksiz qiymatlarni qabul qiladi. Xuddi shunday 11 tenglamaning ham yagona musbat yechimga ega ekanligini shu kabi ko'rsatganmiz. Keyingi teorema P1 dan katta va Q dan kichik yoki teng bo'lsin va Kx da Oynarov yadrosi bo'lsin. U holda H Hardy tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun ushbu shartning bajarilishi zarur va yetarlidir. Hamda operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinlidir. Endi bu teoremaning biz topgan boya chiziqli yuqori bahoni bundan oldingi teoremada nochiziqli tenglamaning yechimi orqali bergandik. Biz nochiziqli tenglamaning yechimini yuqoridan baholab, quyidagi yuqori bahoning aniq ko'rinishini topdik. Lekin bu biroz qo'pol hisoblanadi va shuning uchun oldingi teoremada ham oldingi teoremani ham qoldirdik. Ya'ni tenglamaning operatorning normasining yuqori bahosini nochiziqli tenglamani yechib baho olsak yaxshiroq bo'lar ekan. Misol P1 dan katta va Q dan kichik yoki teng bo'lsa va Q 2 ga teng bo'lsin. U holda yuqorida keltirib o'tilgan 10 tenglama quyidagi kvadrat tenglama ko'rinishini oladi va buni kvadrat tenglamaning musbat yechimi quyidagi aniq ko'rinishda ifodalash mumkin. Va bunda operator normasi uchun ushbu aniq quyi va yuqori chegaralarni ko'rsatishimiz mumkin, baholarni keltirishimiz mumkin. Izoh P 1 dan katta va Q dan kichik yoki teng bo'lgan holda va Q 2 ga teng bo'lganda biz olgan ushbu baho Oynarov va Kalibaylar tomonidan Kalibay va Bayrastanovlar tomonidan olingan ushbu bahodan yaxshiroq ekanligini ko'rsatdik. Endi biz operatorning normasi uchun baholarni yanada yaxshilash maqsadida
yangi ekvivalent shartlarni hosil qildik. Bu ekvivalent shartlarni taqdim etishdan oldin quyidagi belgilashlarni bajaramiz. A3S va A4S. Uchinchi teorema. P birdan katta va Qdan kichik yoki teng bo'lsin va Kx da yadro Oynarov shartini qanoatlantirsin. U holda bir xarji tipidagi operatorning chegaralangan bo'lishi uchun ushbu A3 va A4 ifodalarining chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Bundan tashqari, operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinlidir. Quyi baho ushbu ko'rinishda va yuqori baho esa qonunning tanlanishiga bog'liq bo'lgan holda 15 yoki 16 nochizig'li tenglamaning musbat yechimidir. Bu teoremaning yutuqli tomoni shundaki, operatorning normasi uchun olingan quyi baho shu vaqtgacha olingan quyi baholardan va biz olgan buni oldingi teoremadagi A1 shart orqali olingan quyi bahodan ham ancha yaxshi va buni qanday ko'rsatish mumkin? Oldingi ishlarda mana bu A1S va A2S larning o'zi turar edi. Bu yerda esa ularga musbat ifodalar qo'shilgan. Keyingi yana ekvivalent shartlar juftligini kiritganmiz. Undan oldin A5S va A6S belgilashlarini olamiz. 4-teorema. P birdan katta va Qdan kichik yoki teng bo'lsin va Kx da yadro Oynarov shartini qanoatlantirsin. U holda bir xarji tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun ushbu A5 va A6 ifodalarining chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Bundan tashqari, operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinlidir. Bu teoremada ham ko'rish mumkinki, operatorning normasi uchun quyi baho quyidagi ko'rinishda berilgan va bu shu vaqtgacha olingan baholardan yaxshilangan. Sababi bu yerda ham A1S va A2S ifodalarga musbat A5 va A6S ifodalar qo'shilyapti. Biz olgan operatorning normasi uchun biz olgan baholarning yaxshi ekanligini yaxshiroq ko'rish maqsadida aniq misollarda ham hisoblab ko'rdik. Ulardan birini bu yerda taqdimotda qo'ydik. P va Q 2 ga teng bo'lsa va Kx da yadroni ushbu ko'rinishda olaylik. Kx da yadro ushbu ko'rinishda bo'lganda Oynarovning 3-shartiga ko'ra H 2 ga teng bo'ladi. Va Ux va Vx vazn funksiyalarini shu ko'rinishda va oraliqni bu ko'rinishda oldik. Bu holda xarji tipidagi operator chegaralangan bo'lar ekan hamda A1 dan A6 gacha bo'lgan ifodalar quyidagi sonlar bo'ldi. Endi olingan natijalarni taqqoslaymiz. Kalibay va Bayrastanovlar tomonidan olingan baho ushbu ko'rinishda, demak bu yerda quyi va yuqori baholar orasidagi farqni esa D bilan belgilab, men bu yaxshiroq ko'rinish uchun ushbu ko'rinishda yozdim. Oynarovlar tomonidan olingan A1 va A2 shart orqali biz topgan dastlabki natijamizda quyi va yuqori baholar orasidagi farq ancha kamaydi. Keyingisi. Ikkinchi teoremaga ko'ra esa operatorning normasi uchun quyi va yuqori baho shu ko'rinishda va ular orasidagi farq bunday. Va biz kiritgan yangi ekvivalent shartlar orqali teorema 3 va teorema 4 orqali berilgan teorema 3 va teorema 4 da keltirilgan operator normasi uchun baholar ancha yaxshilangan. Quyi baho ancha baland va yuqori baho ham kichraygan va ular orasidagi farq ham mana ancha kichrayganini ko'rish mumkin. Natija. Xarji tipidagi operatorda endi yadroni 1 ga teng deb qarasak, u holda biz topgan yangi ekvivalent shartlar quyidagi ko'rinishni olar ekan. Demak, bular avval har biri shartlar juftligi bo'lsa, bu holda ya'ni A3 va A4 ifoda oldin birgalikda bajarilishi kerak edi operator chegaralangan bo'lishi uchun. Endi yadro 1 ga teng bo'lgan holda har biri mustaqil shartga aylanadi va masalan A3 shartning bajarilishidan operatorning chegaralanganligi kelib chiqadi va aksincha. Endi bu yangi ekvivalent shartlar orqali operatorning yadrosi 1 ga teng bo'lgan holda uning normasi uchun quyi bahoni ham yaxshiladik. Ya'ni xususiy holda K teng 1 da. Bu ko'rinishda
Shu vaqtgacha demak hardiy operator deb nomlanar edi yadro birga teng bo'lgan holda va shu vaqtgacha u yetarlicha o'rganilgan. Biz esa o'sha o'rganilgan baholardan ko'ra ham quyi bahoni yanada yaxshilashga erishdik. Dissertatsiyaning 3-bobi hardiy tipidagi operatorlar Q birdan katta va P dan kichik bo'lgan hol deb nomlanadi. Endi bu holda operatorning normasini baholashda ifodalar biroz murakkab hisoblanadi va shuning uchun bu Q P dan kichik bo'lgan holda operatorning chegaralanganligi va uning normasi uchun baholar kam o'rganilgan. Faqatgina Oynarevning o'zi keyingi teoремada Oynarevning o'zi shu Oynarov yadro hardiy tipidagi operatorining chegaralanganlik masalasini yechib quyidagi teoremada keltirgan. Q birdan kichik va Q birdan katta va P dan kichik bo'lsin va H Oynarov yadroli hardiy tipidagi operator bo'lsin. U holda operatorning chegaralangan bo'lishi uchun B1 va B2 ifodalarining chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Boyagi demak u teoremada Oynarov operatorni chegaralangan bo'lishi uchun zarur va yetarli shartlarni keltirib faqat chegaralanganlik muammosini yechadi va bahoni bermaydi. Biz ushbu bobda dastlabki natijamizda mana shu B1 va B2 ma'lum shartlar orqali operatorning normasi uchun bahoni berdik. Teorema 5. Q birdan katta va P dan kichik bo'lsin va Kx da Oynarov yadrosi bo'lsin. U holda hardiy tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun quyidagi shartning bajarilishi zarur va yetarlidir. Bundan tashqari operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinli. Keyingi teoremada biz Oynarov tomonidan topilgan shartlarni yanada kengaytirib, yangi qo'shimcha ekvivalent shartlarini kiritdik. 6-teorema Q birdan katta va P dan kichik bo'lsin va Kx da Oynarov yadrosi bo'lsin. U holda hardiy tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun ushbu B3 va B4 ifodalarining chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Va undan tashqari operatorning normasi uchun ushbu quyi va yuqori baholar o'rinli. Keyingi teoremada biz operatorning chegaralanganlik muammosini yana bir yangi ekvivalent shartlar berdik va keyingi ishlarimizda uning normasi uchun baholarni hisoblamoqchimiz. 7-teorema Q birdan katta va P dan kichik bo'lsin va Kx da Oynarov yadrosi bo'lsin. U holda hardiy tipidagi operator chegaralangan bo'lishi uchun B5 va B6 ifodalarining bir vaqtda chekli bo'lishi zarur va yetarlidir. Natija hardiy tipidagi operatorda demak yadro birga teng bo'lgan holda biz topgan yangi B3, B4 va B5, B6 shartlar juftligi quyidagi ko'rinishni olar ekan. Bu yerda bular ham Q kichik P holida hardiy operator chegaralangan bo'lishi uchun yangi zarur va yetarli shartlar hisoblanadi. Bu shartlarning har birining chekli bo'lishi operatorning chegaralangan ekanligiga ekvivalent hisoblanadi. E'lon qilingan ishlar ro'yxati. Rahmat. Marhamat, kimlarga qanday savollar bor? Boshqalarning bahosini o'zingizniki orasidagi farq kichkinligini ko'rsatadi. Shu yerda nima qilamiz? Oxirida kompyuter hisoblab qo'yasiz. Yolg'iz isbotlanadi. Misollarni oching, misolni oching. Ana shu yerda. Bizlar hisoblashga qulay bo'lishi uchun ushbu x minus t ning kvadrati, masalan, kubligini ham hisoblaganmiz, o'zini ham hisoblaganmiz. Bular A1, A2 ifodalar integral ifodalarda integrallash kerak. Faqat integrallashda integralda nimadan foydalandik? Demak, hisoblash programmalaridan foydalandik. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Shu hardiy operatori
Bu boshlang'ich funksiyani topish operatori. Mhm. Funksiyaga qarab boshlang'ich funksiyani topish operatori. Aha. Hardi operator. Ha, hozir orqaga qaytaymi? Yani hozir o'tkazing. Unaqa masala ham bor. Mana bu. Mana FT Boshlang'ich funksiya degani integral ha, u yerda hosila emas, o'zi funksiyani o'zi. ana shunday integral boshlang'ich. Bu aplikasiya. Chalkashtirib berdim. Boshlang'ich funksiyada integral kerak bo'lmaydi. Yo, integral A'dan X'gacha agar U boshlang'ich funksiya degani. To'g'ri. haligi hosila berilgan bo'lsa, Ha. to'g'rimi funksiyani? O'zini Funksiya topish. sifatida qarasak. Boshlang'ich funksiyani cheksizda ko'p bo'ladi. Degan Tushunarli. Yana bitta savol, mana siz yana Hardi va tipidagi operator. O'sha Hardi tipidagi operatorda yadro o'zi shunday olganda birga yaqin funksiyami, ikki o'zgaruvchili funksiya. Ikki Birga o'zgaruvchili funksiya. Hozir mana bu shartlarni qanoatlantiradi. Yo, nima birga yaqin deb bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Yo, mana bu yerda demak birinchi argument bo'yicha o'suvchi. Bunga misol sifatida x minus t eng demak yaxshi misollarni olsak, x minus t ning kvadrati, x minus t ning n-chi darajasini olsak bo'ladi. Yana qanday savollar bor? Marhamat. Boshqa savol yo'q. Rahmat, o'tiring. Rahmat. Kimga qanday fikrlar bor? Dissertatsiya yuzasidan. Marhamat. Chiqadiganlar bormi? Tak, ilmiy rahbariga bo'lmasa so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Hardi tipidagi operatorlar normasi uchun baholar mavzusidagi dissertatsiya ishi paydo bo'lishining asosiy sabablaridan bittasi shu yuqori tartibli differensial tenglamalarning spektral xossalari bilan shug'ullanganimizda shunaqa tengsizliklarni olishga to'g'ri kelib qoldi. O'sha norma uchun shunaqa tengsizlik, yuqori va quyi tengsizliklar olishga to'g'ri kelib qoldi. Keyin shu bo'yicha mutaxassislar bilan gaplashganimizda mana Oynarov teoremasi deb keltirdi dissertant. Oynarov teoremasida o'sha Hardi tipidagi o'sha Oynarov shartini qanoatlantiruvchi operatorning chegaralangan bo'lish masalasi hal qilingan. To'lig'icha hal qilingan. O'sha P huquqlariga mos ravishda. Faqat muammo o'sha 90-yildan beri ochiq kelayotgandi. Shu operator normasi uchun quyi va yuqori taxminiy baholar ham yo'q edi-da. Bu yerda Stepanovlar ishlagan, ko'rsatdi, juda ko'p olimlarimiz ishlagandi. Keyin 21-yilga kelib, mana Bayarstanov degan olimlar bor. Qozog'istonlik shu Oynarov shogirdlari. O'shalar birinchi rezultatni oldi. Biz o'sha paytlar ishlab boshlagandik biz. Oldi, ularning metodlari, nimalari shu ancha murakkab jarayon olgan nimalari, lekin keyin qandaydir bizlarga omadimiz chopib qoldimi, bir oddiyroq texnikani o'ylab topishga muvaffaq bo'ldik. Shu bilan keyin mana bu yaxshiroq rezultat olishga muvaffaq bo'ldik. Olingan natijalarni bizlar o'sha qozog'istonlik mutaxassislarga boshqa joyga jo'natdik, hammasi qiziqish bildirdi. O'sha publikatsiyalarimizni chiqishida, boshqa dissertatsiyaning shakllanishida ularning ham hammasi xabardor edi. O'sha dissertatsiya tayyor bo'lganiga pashti 1 yillar bo'lib qoluvdi. O'sha payti Oynarovga jo'natdik buni. Natijalar yangi. Ishqilib ana shu mumkin qadar yana hali kamchiligi bor, uni ustida yana ishlaymiz. Umuman olganda dissertant mana shu o'zining o'sha doktoranturada o'qish mobaynida
o'zining ilmiy ishda ishlay olish, bir maqsad qo'ygan narsasiga erisha olish qobiliyatini ko'rsata oldi. Mening dissertantga nisbatan fikrim ijobiy. Agar kengash a'zolari qo'llaydigan bo'lsa, shu qo'llashini nima qilardim so'rab qolaman. Rahmat. Ilmiy rahbarga savollar yo'qmi? Yo'q, rahmat. Bo'lmasa, so'z ilmiy kotibimizga dissertatsiya bajarilgan vaqtda referatga kelgan xulosalar dissertatsiya tashqi marhamat. Rahmat. Muhtaram Eshimov dissertatsiyasi bo'yicha quyidagi taqriz va xulosalar mavjud. Barcha taqriz va xulosalar ijobiy. Birinchisi, dissertatsiya bajarilgan tashkilot xulosasi. 2024-yil 14-oktyabrda Romanovskiy nomidagi matematika institutining operator algebralari va ularning tadbiqlari nomli ilmiy seminar raisi akademik Ayupov va seminar ilmiy kotibi yetakchi xodim J. Adashlar tomonidan imzolangan hamda Romanovskiy nomidagi matematika instituti direktor o'rinbosari akademik Roziqov tomonidan tasdiqlangan. Seminar xulosasi ijobiy bo'lib, dissertatsiyani ilmiy kengashga topshirishga tavsiya etilgan. Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar xulosasi 2025 yanvarda seminar raisi akademik Esonlakayev, seminar ilmiy kotibi Boltayev tomonidan imzolangan hamda Samarqand davlat universiteti rektori professor Rustam Xolmurodov tomonidan tasdiqlangan. Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti matematik analiz kafedrasining kompleks analizning zamonaviy muammolari nomli ilmiy seminar xulosasi 2024-yil 19-dekabrda ilmiy seminar raislari akademik A. Sadullayev, seminar kotibi J. Rahkarimov tomonidan imzolangan hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor J. Ergash tomonidan tasdiqlangan. Asosiy ta'limlar shular. Endi yetakchi tashkilot xulosasi bor. Yetakchi tashkilotning bo'lmasa xulosa qismini o'qib eshittirsangiz, marhamat. Xulosa qismini o'qib beray. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 6 научных изданиях, предложенных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для защиты диссертации доктора философии, в том числе 3 статьи, опубликованные в зарубежных журналах, индексируем Scopus, базе Scopus, а также 3 статьи в республиканских научных изданиях. Диссертация Ишимой является серьезным математическим исследованием, в котором получены новые результаты, имеющие важное значение в секторальной теории самозапряженных операторов. Диссертация оценки норм операторов типа Харди отвечает требованиям положения о порядке присуждения ученых степеней, а автор Ишимова Махлараим Кенджакызы заслуживает присуждения ученой степени доктора философии по физико-математическим наукам по специальности 010101 математический анализ. Подписан доктор физмат-наук профессор Евразийского национального университета имени Гумилова Рыскул Ойнаров. Там утвержден проректором по академическим вопросам Евразийского национального университета имени Гумилева А. Бейсенбаев. Rahmat. E'tirozlar yo'q. Hech qanaqa. E'tiroz yo'q ekan. E'tiroz yo'q. Rahmat. Turing. Bo'lmasa so'z birinchi opponent Imomqulov Sevdiyor Akramovichga, marhamat. Hozir. Niyat. Yeah. Eshim va Mohlaroyevning dissertatsiyasida
vaznli elpi fazoni vaznli elqu fazoga akslantiruvchi hardi integral operatorlarini baholash, ularni normasini aniqlash masalalari qaralgan. Bu yerda ikkita qismga ajratsa bo'ladi natijalarini. Birinchi qismda hardi tipidagi oynari yadroli hardi tipidagi integrallarni baholash masalasi qaralgan. Ikkinchi yana shu operatorlar normasiga aniq baho olish masalasi qaralgan. Bir qancha yaxshi teoremalar isbotlangan shu normalarni hisoblashga ma'lum bir osonlik tug'diradigan kriteriyalar olingan. Kriteriyalar kuchaytirilgan, to'g'rirog'i, aniqroq kriteriyalar olingan. Oldingi bor kriteriyalarga nisbatan aniqlashtirilgan. Bu dissertatsiya 3 ta bobdan iborat bo'lib, birinchi bobida oldingi olingan natijalar keltirilgan. Ikkinchi bobda shu oynar yadroli integral operatorini chegaralanganligini ko'rsatish to'g'risida, qachon chegaralangan bo'lishi to'g'risida kriteriyalar olingan. Uchinchi bobda shu oynar yadroli integral operator normalarini baholashga bag'ishlangan va bir qancha misollar keltirib, misollarda aniq baholar ko'rsatilgan. Umuman bu ko'proq qaralishiga qaraganda amaliy masala, amaliyotda menimcha ko'proq uchraydigan muammo bo'lsa kerak. Bu integral operatorlar har tipdagi umuman dissertatsiyani o'qish jarayonida o'zi ko'rinadi. Birdan integral operator ko'rgan payti oddiy narsadek ko'ringan bilan, lekin dissertatsiyani o'qish jarayonida ancha bu masala ancha muhim masalaligi, murakkab masalaligini tushunib oladi odam. Sababi dissertatsiyani yozilishi ham ancha murakkab yozilgan ekan. Men endi zamechaniya qismiga o'taveray. Qanday qilib murakkab yozilgan? Juda ko'p belgilashlar berilgan, lekin ularga hech qayerda nima qilib foydalanilmagan. Belgilash, nomerlash. Formulalar, nomerlar deyarli hamma formulaga nomer qo'yilgan. Keyin nima uchun shunday bo'lgan ekan deb qarasa, ikkinchi nima o'z-o'zidan kelib chiqyapti, ikkinchi muammo. Shunday formulalarni baholashlar olingan integrallarga 2 bet ketma-ket tengsil qo'yib ketilgan. Zen, n deb qo'yib baho ketavergan 2 betdan ham oshib ketgan baholashlar ketma-ket ketavergan, tengsil qo'yib. Lekin birortasi izoh yo'q. Izoh bo'lmagandan keyin u oldingi formulalarga murojaat ham bo'lmaydi. Shu menimcha shu izoh berilmagani sabab murojaat bo'lmay qolgan. Oldingi uni o'quvchi, misol uchun menga o'xshagan bu mutaxassis bo'lmagan odam o'qishi juda qiyin. Tengsizlik keltirib har safar tekshirib ko'rish kerak. Tengsizlikda bir izoh bo'lsa, o'sha izohni tekshirib ko'rib o'tib ketaverish mumkin, izohdan foydalanib. Lekin bu yerda nimalarda izoh yo'q. Bunaqa joy dissertatsiyani 2, 3 bobida juda endi 3-4 joyda uchraydi-da, shunaqangi 2 betlik formulalar. Mana shu men bu yerda matematik kamchilik topmadim, lekin matematikani sizga shubham yo'q. Bu
Mohlar oyimda juda yaxshi o'qigan, yaxshi matematik, lekin so'z boyligini ko'paytirish kerak. O'sha izohlar bilan tekst yozishda shu yerda kamchiligi ko'rinib qolgan. Endi umuman olganda dissertatsiya talabga to'liq javob beradi. Avtoreferatda to'liq aks etgan dissertatsiya 14 ta ilmiy maqola e'lon qilgan ekan. Shundan 6 tasi ilmiy jurnallarda, 3 tasi xorijda, yaxshi jurnallarda e'lon qilingan, xorijiy jurnallarda, yana 3 tasi shu O'zbekistondagi jurnallarda e'lon qilingan. Maqolalari juda yaxshi, men ko'rdim, juda yaxshi yozilgan. Umuman yaxshi jurnallarga chiqqan. Men o'ylayman, shu vaqti talablariga to'liq javob beradi dissertatsiya va Mohlar oyim Eshimova PhD falsafa fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Rahmat. Eldor Akramovich. Marhamat, Maxtaroyim kenja qizi. Javob bering nimalarga, mishanilarga. Assalomu alaykum ustoz. Ijobiy taqriz uchun rahmat va ko'rsatilgan kamchiliklarga roziman. Keyingi ilmiy ishlarda buni e'tiborga olamiz. Rahmat. Siz Roziman. Eldor Akramovich. Roziman. Rahmat. Rahmat. Bo'lmasa ikkinchi opponentni eshitamiz. So'z Yaxshiboyev Mahmadyor Umirovichga, fizika matematika fanlari doktori. Marhamat. Assalomu alaykum, rais. Assalomu alaykum. Ilmiy kengash a'zolari va mehmonlar, mana bugun dissertatsiya himoyasida o'tiribmiz. Eshimova Mohlar oyimning kenja qizining 0101 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan Hardi tipidagi operatorlar normasi uchun baholar nomli dissertatsiya taqriz. Hardi o'zi kim? 1877-yil va 1947-yillarda yashagan ingliz matematigi, o'zi asosan Hardi operatorining o'zi nomiga qo'yilishi asosan 1919-yilda bu operatorni baholash bilan shug'ullangan ilmiy odam. O'zining shogirdi Litvildi bilan birgalikda bu teoremalar, operatorlar isbotlagan va 1934-yilda Hardi tengsizligi bilan shu tengsizlik to'g'risidagi kitobi chop etilgan. U yer pastda juda shu to'g'risida juda ko'p ma'lumot berilgan. Hatto dissertatsiyada ham silkalar bor. Endi dissertatsiyada asosan Hardi tipidagi operatorlarning vaznli Liebig fazosida P va Q parametrlarga bog'liq holda baholar olingan. Asosan bu sohada juda ko'p olimlar shug'ullangan. Bu dissertatsiyada to'liq ma'lumot berdi. Men yana bir qo'shmoqchi bo'lganlardan bittasi Kakalashvili asosan Gruzin matematiki ishlarida juda ko'p men bilganimdan. Keyin Person Kupnerning ishlarida, Stephen Grosh Samkon ishlarida bir o'lchovli va n o'lchovli bo'lgan mana shunaqangi operatorlar chegaralangan qaragan. Bundan tashqari bu yerda asosan vazn Liebig fazosini n o'lchovli bo'lgan hollar Sobolev teoremasi olingan asosan. Bu yerda Sobolevning ishlari, ya'ni Hardi teoremasi, Sobolev teoremasi deb juda ko'p olimlar asosan. Bu asosan bular qayerda kerak bo'ladi desak, biz bu ishda asosan klassik kasr va klassik differensial tenglamlar yechimlarini baholashda, garmonik analiz va teskari issiqlik uzatish tenglamlarini yechishda keng qo'llaniladi. Dissertatsiya asosan kirish qismi 3 ta bob, foydalangan adabiyot ro'yxati bo'lib, uning hajmi 110 bit. Aslida 99 bitdan oshmasligi kerak. Shunga e'tibor berish kerak. Dissertatsiya kirish qismida asosan dissertatsiya kerakli asosan ta'rif, tushunchalar va oynar va boshqa
teoremalar keltirilgan, asosan dissertatsiyaning keyingi boblarida ishlatadigan teoremalar keltirilgan. Dissertatsiya ishining vaznli libik fazolar har diapetlar nomlanuvchi birinchi bobida dissertatsiya qo'llanish kerak bo'lgan ta'riflar aytildi bunda. Keyin esa bu yerda kimlar asosan bu ishga shug'ullanganlarini to'g'risida ham olimlar to'g'risida rahbar ham aytib ketdi. Dissertatsiyaning ikkinchi bobida har tipda operatorlarning P birdan katta, P Q'dan kichik bo'lgan hol deb nomlanadi. Demak, ilk fazoni ilk fazoga akslantirilishi va chegaralanganligi ko'rsatilgan. Endi bir paragrafda P Q'ga teng bo'lgan hol qaraladi va ular uchun baholar olingan. Ikki paragrafda esa har tipdagi operatorlar uchun bo'lgan hollar yana bu yerda ham islatiladi. Aynan Q2 ga teng bo'lgan hol uchun misollar bilan yechib ko'rsatilgan. 2-3 paragrafda yangi ekvivalent shartlar va ularning afzalliklari deb nomlanuvchi shu paragrafda, demak bizda doskada 1 edi, dissertatsiyada 1.20, ana shu operatorning chegaralanganligi va shartlari olingan. Dissertatsiyaning 3-bobida har tipdagi operatorlarning P-dan kichik bo'lgan holi deb nomlanuvchi 3-bobida Aynarib yadrosi uchun har operatorlarning uchun ekvivalent shartlar va normasi uchun baholar olingan. Ya'ni quyi yuqori chegaralar aynan chiqarilgan. Endi olingan teoremaning 3-bobida 3-bir paragrafda albatta P Q'lar qattiq kichik bo'lgan holatlar isbotlangan va integral operatorning normasi baholari aniqlangan. 3-2 paragrafda har tipda operatorning chegaralangan uchun yangi ekvivalent shartlar keltirib chiqarilgan. Operator dissertatsiya mazmunida to'liq aks ettiriladi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 14 ta ilmiy maqola chop etilgan. Shundan O'zbekiston Respublika Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan falsafa doktor dissertatsiyasi himoyasi uchun tavsiya etilgan ilmiy sharhlardan 6 ta, jumladan 3 tasi xorijiy, ya'ni Scopus maqolalarda 3 tasi esa respublika jurnallarida nashr etilgan. Tadqiqotning asosiy natijalari 6 ta, xalqaro anjumanlarda 2 tasi esa respublika ilmiy anjumanlarida muhokamadan o'tgan. Dissertatsiyada ba'zi bir kamchilik mulohazalar sifatida keltirib o'taman. 16-22 betlarida 1.6 va 1.20 da har chap tomonlar bir xil, o'ng tomonda har xil ko'rinish turibdi, lekin hammasi H deb belgilab. Qandaydir shuni H plus qilish kerakmidi? Ikkinchisi A'dan X gacha bo'lganda. Ikkinchisida esa qandaydir chap tomonlar hammasi bir xil bo'lgan. Keyin avtoribraning 16-betda rus va ingliz tilida so'zlar yozilyapti. Ana shular olib tashlansa yaxshi bo'lardi. 3-zamija dissertatsiya adabiyotlar ro'yxatida tezislar qo'shib yozilgan. Tezislar adabiyotlar ro'yxatiga qo'shilmasligi kerak deb o'ylayman. Bu yerda umumiy adabiyotlar ro'yxatida yozilyapti. 20-betida 2-7 qatorlarda HP operator yozilgan, lekin o'ng tomonda esa F yo'q. F ma'lumot berish kerak edi shu yerda. 31-betdagi tengsizlik berilyapti. H to'g'risida yozma yerda bu yerda A birdan katta deb yozib ketsa yaxshi bo'lardi. Yuqorida keltirilgan kamchilik dissertatsiyaning ilmiy natijasiga ta'sir qilmaydi. Ishim va Mohloroyimning kenja qizining har tipidagi operatorlar normasi uchun baholar mavzusi 01 matematik analiz asosigi bo'yicha yozilgan dissertatsiya ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajani olishga qo'yilgan barcha talablar javob beradi va fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy daraja olishga loyiq deb hisoblayman. Mana bu taqriz. Endi bu taqrizdan tashqari bitta narsani, ikkita narsani yodga keltirib aytmoqchiman. Bu yerda hammamiz Samarqand universitetida ishlaganmiz. Ustozimiz joyjonlarda bo'lsin, Yormuhamedov domlaning fizika matematika litseyini tashkil qilgandan keyin chiqqan hosillar bular. Birinchi safar men bilaman, mana doktor Novak bir universitet prorektor ishlayapti. Mana shu yerda Akbar Safarov, yaqinda yana bir nechtalar himoya qildi, Mamerov. Ular hammasi men dars o'tganman. Ishimovani men masalan shu 4 marta ekzamen rais sifatida shu fizmat litsey ekzamen olib berganman-da. Ana shuni hosillari mana fizika matematika fakulteti uchun fundament hisoblanyapti. Mana shularga kelajakdagi kadrlarimiz. Mana shularni men mana shu Mohloroyimning ishlari, bundan keyingi chiqadiganlarda ham mana shu hammasini litseyning xizmati demoqchiman. Mana Saydamadagi bir zamon maxsus gruppa tashkil qildi. Shundagi hosillar berilyapti demoqchiman-da. Xuddi shunday litseyda ham
Mana shu albatta mana shunaqangi xayrli ishlar ko'p bo'lsin. Men endi Mahlo Raimishga ham muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Rahmat. Savol. Marhamat. Mahlar Rahmat ustoz. Ijobiy taqriz va keltirilgan kamchiliklar uchun rahmat. Bu kamchiliklarga men roziman va keyingi ilmiy ishlarimda albatta inobatga olaman. rozimisiz? Tak. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi umumiy muhokamaga o'tamiz. Marhamat, kimga qanaqa takliflar bor? So'zga chiquvchilar bormi? Marhamat. Marhamat. Dotsent Hasanov G'afurjonga. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli ustozlar. Mana bugun Eshim va Mahlo Raimni PhD dissertatsiyasini muhokamasini eshitdik. Men ikki og'iz Mahlo Raim haqida gapirmoqchi edim. Mana matematika fakultetimizda to'g'risi juda katta zabardast olimlar bor. Ularning maktablari mavjud. Mana Saidahmad Norjigitovich, Ahmadjon Soliyevich, Hasanov domla, Sharofyar Muhammedovning maktablari hozir faoliyat ko'rsatib, shu o'zlarini sohalarini davom qildirib kelmoqda. Bugun juda quvonarli bir yana bir matematika fakultetida bir maktab shakllanyapti, xudo xolasa. Mana bugun shuni ilk qadamlari Komiljon Donoboyevni, xudo xohlasa bu maktabi davom qiladi, bu sohadagi ishlari davom qiladi, juda ko'p shogirdlar chiqaradi. Men Komiljonga omad tilayman. Mahlo Raim haqida ikki og'iz gapirmoqchi edim. Men talabalik davridan juda yaxshi taniyman. Haqiqatdan ham juda qobiliyatli, yaxshi pedagog. Mana hozir bizni kafedramizda dars berib kelyapti. Juda chiroyli dars o'tadi. Bu qizimiz albatta bu natijalari bilan to'xtab qolmaydi deb umid qilamiz. Niyatimiz katta. Qobiliyati albatta yetadi. Har taraflama poddershkasi bor. Oilaviy jihatdan ham, ota-onalari ham matematik, mana turmush o'rtog'i ham o'zimizni sohani vakili. Xudo xohlasa yaxshi kelajakda natijalar kutamiz, to'xtab qolmaydi degan umiddaman va Mahlo Raimni bugungi nimasini qo'llab-quvvatlarishingizni so'rayman. Katta rahmat. Rahmat. Marhamat, yana kimga qanday fikrlar bor? Boshqa so'zga chiquvchilar yo'q. Bo'lmasa yakunlasak bo'ladi menimcha. Shundaymi? Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi navbat bilan nima qilyapmiz? Hisob komissiyasining raisligiga navbat bilan Oqnazarga kelibdi. Hasanov Oqnazarda bugun hisob komissiyasining raisi sifatida tavsiya qilyapmiz. Rozi bo'lsangizlar shuni tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar? Yo'q. Rahmat. Rahmat. Oqnazar, marhamat. Bizlar buni bir 5 minut tanaffus qilamiz, keyin buni qilamiz. Rahmat. 5 minut tanaffus qilamiz. Ovoz bering, avval telefonni. Tashlab hammaga. Men qarayman.
Da. Da. Abdullahlarda kompyuterga göre Başkasının bası var mı? Ha, Atray'ın bası. Atray'ın evet. Yaptınız mı? Öldün mü? Ha. Müşteri hemen çıkarır. Yok. Bo'ldimi? Ha? Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, nima hisob komissiyasining protokoli tayyor, o'qib bersinlar, marhamat. So'z hisob komissiyasining raisi Hasanov Oqnazar. Marhamat. Ha, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, mana Samarqand davlat universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi mana shu raqamli ilmiy kengash nima saylangan komissiya tarkibi Hasan nimasida protokol nima qilindi. Endi komissiya Eshimova Mahlarayim Kenja qizining fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylangan. İlmiy kengash tarkibi 16 kishidan iborat etib tasdiqlangan. İlmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan qo'shimcha ravishda kiritilganlar yo'q. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 15 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar fan doktori ishtirok etdi. 15 ta byulleten tarqatildi. 0 ta byulleten tarqatilmay qoldi. Ovoz berish natijalari Eshimova Mahlarayim Kenja qizi fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 15 ta 100%, qarshilar 0%, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar 0%,
Hisob komissiyasining raisi shu bilan. Rahmat. Kengash a'zolaridan hisob komissiyasining mazkur bayonnomasini tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Tasdiqlandi. Rahmat, o'tiring. Hammaga xulosa tarqatilgan, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Xulosa bo'yicha qanday fikrlaringiz bor? Asos sifatida qabul qilsak bo'ladimi? Asos sifatida qabul qilamiz deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshi betaraflar? Yo'q. Endi dissertatsiyaning tasnifiy belgilarini aniqlab olamiz. Ruxsatlaringiz bilan men birdaniga nimasini aytaman. Birinchisiga 1/1 tegishli fan sohalari bo'yicha, ikkinchisiga dissertatsiya natijalari bo'yicha 2/1 natijalar yangi, uchinchisi dissertatsiyaning natijadorligining qiymati bo'yicha 3/2 yuqori, to'rtinchisi dissertatsiya mavzusining rejadagi tadqiqotlar bilan aloqadorligi 4/2 mavzu tarmoq dasturda Fanlar akademiyasining rejalarida bor. Demak, 5-chi amaliyotga tatbiq elinishi bu 5/3 tarmoq miqyosida va 6-si amaliy ahamiyatga molik dissertatsiya natijalarini keng targ'ibot qilish. Bu keng foydalanish talab etiladi 6/1. Rozi bo'lsangizlar, mana shu tasniflarga tasdiqlab berishlarini so'rayman. Qarshi betaraflar? Yo'q. Rahmat. So'z Eshimova Maqlaroyim kenja qizlariga. Marhamat. Ushbu fursatdan foydalanib, kengash raisi sizga, kengash a'zolariga va ustozlarimga rahmat aytaman. Meni shu darajagacha yetib kelishimga sababchi bo'lgan ilmiy rahbarim Kulliyev Komil Danaboyevichga ham alohida rahmat aytaman. Birinchi ustozim bo'lgan o'zimni onamga katta rahmat. U kishi hozir kichkina farzandimga qarab uyida qolganlar va turmush o'rtog'imga ham rahmat qo'llab-quvvatlaganlari uchun va barcha yaqinlarimga katta rahmat aytaman. Rahmat. Biz ham sizni ilmiy kengashimiz a'zolari nomidan bugungi muvaffaqiyatli himoyangiz bilan tabriklaymiz. Tez orada siz attestatni olasiz degan umiddamiz va bu kelajakda universitetimizga ko'p yillar davom ettirasiz va shu darajaga qolmaysiz. Bundan keyin ham ilmiy ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Endi hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ikkita masalamiz bor. Agar ruxsat bersalaringizlar, birinchi masalamiz bu. Demak, ikkita ariza tushgan edi ilmiy kengashimizga. Birinchisi shu Samarqand davlat universitetida ilmiy ishni bajarilgan Ismoilov Xolibjon Ismoil o'g'lining matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi o'zaro nuqtali ta'sirlanuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqida dissertatsiyasi seminar ko'rib chiqqan. Shu seminarning raisi akademik Laqayevga so'z berishadi. Xulosani aytib beradilar. Marhamat. 101 matematik analiz ixtisosligi bo'yicha fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga talabgor Sharof Rashid nomidagi Samarqand davlat universiteti matematika va funksional analiz kafedrasi assistenti Ismoil Polibjon Ismoil o'g'lining o'zaro nuqtali ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger operatorining spektri haqida mavzudagi dissertatsiyasi yuzasidan shu ilmiy kengashga seminar tomonidan berilgan xulosa. Ismoil G'olibjon Ismoil o'g'lining dissertatsiyasi muhokama etilib, ushbu xulosaga keldi. Birinchidan, Ismoil G'olibjon Ismoil o'g'lining
dissertatsiyasi 01 matematik analiz ixtisosligiga mos keladi deb hisoblansin. Ikkinchi, chop etilgan maqolalar bo'yicha xulosa. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni 10 ta chop etilgan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalari chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy jurnallarda 5 ta maqola, jumladan 3 tasi xorijiy, 2 tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. Uchinchi xulosa, ilmiy seminar Ismoil O'g'lining o'zaro nuqtal ta'sirlashuvchi ikki zarrachali sistemaga mos Schrödinger apparatlarning spektra haqida mavzudagi dissertatsiyani 01 matematik analiz ixtisosligiga mos keladi deb hisoblaydi va samdi qoshidagi mana shu o'zimizning ilmiy kengashga himoya etishga tavsiya etadi. Ikkinchidan, mana shu ilmiy kengashga rasmiy opponentlar sifatida quyidagilar tavsiya etiladi. Ikrom Isroil Akramovich, fizika matematika fanlari doktori, Romanovskiy nomidagi matematika instituti Samarqand bo'linmasi laboratoriya mudiri. Ikkinchisi, Sobirov Zarurjon Ahmedovich, fizika matematika fanlari doktori, dotsent, O'zbekiston Milliy universiteti matematik analiz kafedrasi dotsenti. Ismoil O'g'lining dissertatsiyasini yetakchi tashkilot sifatida Buxoro davlat universitetiga yuborish tavsiya etilsin. Rahmat. Ilmiy kengash a'zolariga qanday fikrlari bor? Tasdiqlansin degan fikrlar bo'lyapti. Tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Dissertatsiya qabul qilindi. Ikkinchi, xuddi shunday ariza tushgan, arizachi 3-bosqich tayanch doktorantimiz Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevichning 01 differensial tenglamalar matematik fizika ixtisosligi bo'yicha fizika matematik fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun falsafa doktori dissertatsiyaning nomi demak o'suvchi poligarmonik funksiyalar va fragment Lindelov tipidagi teoremalar dissertatsiyasi. Ish Samarqand davlat universiteti bitirgan. Ilmiy rahbar Oqnazar Hasanov, professor. Shuning uchun ilmiy kengashimizning raislik qilgan nimasi so'z Eshonqulovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar. Mana bu dissertatsiya tayyorlangan 01-01-02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligi fizika matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga talabgor Sharof Rashidov nomidagi Samarqand universiteti 3-bosqich tayanch doktoranti Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning growing polyharmonic functions and fragment Lindelov type theorems mavzusidagi dissertatsiyasi yuzasidan mana shu raqamli ilmiy kengash qo'shidagi ilmiy seminar tomonidan berilgan xulosa. Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning dissertatsiyasi muhokama etilib, ushbu xulosaga kelindi. Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning o'suvchi poligarmonik funksiyalar va fragment Lindelov tipidagi teoremalar
mavzusidagi dissertatsiyasi 01-01-02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligiga mos keladi deb hisoblansin. Chop etilgan maqolalar bo'yicha xulosa dissertatsiyaning asosiy mazmuni 21 ta chop etilgan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Shulardan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining falsafa doktori dissertatsiyalari, asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 8 ta maqola, jumladan 2 tasi xorijiy, 6 tasi respublika jurnallarida nashr etilgan. 13 ta konferensiya materiallari tezisi. Uchinchidan, ilmiy seminar Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning o'suvchi poligarmonik funksiyalar va fragment Lendelov tipidagi teoremalar mavzusidagi dissertatsiyasi 01-01-02 differensial tenglamalar va matematik fizika ixtisosligiga mos keladi deb hisoblaydi va Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti qoshidagi ana shu raqamli ixtisoslashgan kengashda himoya qilishga tavsiya etadi. 4-dan, Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning dissertatsiyasini mana ushbu kengash himoyasi uchun rasmiy opponentlar sifatida quyidagilar tavsiya etilsin. Birinchi opponent Begmatov Akram Hasanovich, fizika matematika fanlari doktori, professor, Belarus O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalari instituti. Ikkinchi opponent Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika matematika fanlari doktori, professor, Romanovskiy nomidagi matematika instituti Buxoro bo'linmasi. Jo'rayeva Umidaxon Yunusaliyevnaning dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot sifatida Aburayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tavsiya etilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Marhamat. Xulosa bo'yicha kimlarga qanday fikrlar bor? Qabul qilamizmi? Qabul qilamiz deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab berishlarini so'raymiz. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Demak, dissertatsiya qabul qilindi. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, shu bilan ilmiy kengashimiz ishi oxiriga yetdi. Hammaga rahmat. Yaxshi ishtirok etganliklaringiz uchun. Fikrlar bo'lsa, marhamat. Fikrlar yo'qmi boshqa? Rahmat.